Assalomu alaykum go'zallarim. Bugun sizlar bilan fransuzlarning ham xavariyo bo'lgan frantsuzski salatini tayyorlaymiz. Hamma masalliqlarni ketma-ketlik bilan mayda somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Lavlagini to'g'ramadim, shunaqa tyorkadan o'tkazdim. Bozordagi kars xolami karischi markavchalardan qo'shdim va kokil qilib to'g'rab oldindan pishirib olingan salomkalarimdan qo'shdim. Buni qaranglar, bir-biriga yopishmasdan chiroyli bo'lib chiqqanini. Mehmondorchilikda ham uyaltirmasdan объемный bo'lib chiqadigan salatimiz tayyor. Salatni aralashtirib, ustidan frilarni sepib, oila a'zolarimizga taqdim etishimiz mumkin. Bu videoga like bosib, yaqinlaringizga ulashishni unutmang.